Inshaalloh so'zini arab tilida to'g'ri yozish juda muhim ekanini bilasizmi? Aks holda chiqqan ma'noni aytishga til bormaydi. O'zbek tilida bu so'z turlicha yozilishini ko'rishimiz mumkin. Bu ko'rinishlarga bir nima deyish qiyin, chunki bu so'z asl o'zbekcha emas. Kim qanday eshitsa shunday yozadi odatda. Lekin bu so'z arab tilida to'g'ri yozilishi shart. Ba'zilar bu so'zni quyidagi ko'rinishda yozadi. Agar biz in va sha so'zlarini bir-biriga ulab yozsak, buning ma'nosi qurish, tuzish degan ma'noni beradi. Bunda ma'no qanchalik qo'pol o'zgarganini o'zingiz tushungandirsiz. Aslida bu so'z in, agar, sha, xohladi va Alloh lafzi jalolasi alohida yozilishi kerak. Shunda ma'nosi agar Alloh xohlasa degan to'g'ri ma'no hosil bo'ladi. Bu muhim ma'lumotni yaqinlaringizga yetkazishni unutmang.